Shoshilinch xabar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Kanalimizga obuna bo'lib, siz o'zbek shou biznes olamidagi eng sara xabarlarni birinchilardan bo'lib tomosha qiling. Avval raqqosalardan rashk qilgan ayolim hozir meni uylantirib qo'yishga qodir. Anvar Sobirov davlat ishidagi faoliyati hamda o'g'il tarbiyasidagi xatosi haqida kutilmagan intervyusi bilan barchani hayratda qoldirdi. Inson hech qachon o'zining xatolaridan birovni ayblamasligi kerak. O'ylab qaralsa, nisbatan chetdagilardan aybi ham bo'lmas. Asosiy xato o'zingizda bo'ladi. Iymonli, vijdonli odam aybni avvalambor o'zidan qidiradi. To'g'ri, ijodimda katta tanaffuslar bo'ldi. Buning o'ziga yarasha sabablari bor. Balki bu sabablar tomoshabinlarga qiziq ham emasdir. Umuman olganda san'atkorning muammosi muxlisga qiziq emas. Qaysi ma'nodaki, u baribir sizdan ijod, yangi qo'shiq kutadi. Shu sababli san'atkor sahnaga chiqib muammosini aytishi shart emas. San'at ahlining hayotdagi missiyasi biroz qayg'uga botgan, hayot zarbalaridan xorigan insonlarning ko'nglini ko'tarish, yaxshi kayfiyat ulashishdan iborat. Shu kasb egasi bo'lganim holda ularga quvonch ulashish o'rniga chiqib dardimni aytsam, unda kim ularning ko'nglini ko'taradi? Filmdagi rollari bilan to'g'ri yo'lga qaytaradi, deydi aktyor. Anvar Sobirov bir muddat davlat ishida ham faoliyat yuritdi. O'zbekiston mahallalari uyushmasining mahallalarda ma'naviy ma'rifiy ishlarni tashkil etish bo'limi boshlig'i lavozimida 2 yil ishlagan xonanda ijoddan uzoqlashib qolgani sabab rahbarlik vazifasidan ozod etilishini iltimos qilganligini aytadi. Bundan 2 yil avval davlat ishiga kirganimda tomoshabinlar bo'ldi. Bu ham Ozodbek Nazarbekov davlat ishiga o'tdi. Endi bu yog'iga konsert ham yo'q, to'ylarga ham chiqmaydi. Siyosiy karyera qilishga o'tdi shekilli deyishdi. Shundan keyin to'ylarim taqqa-taq to'xtab qoldi. Odamlar Anvar Sobirovga qancha pul bersang ham endi to'ylarga kelmas ekan deb gap tarqatib yuborishdi. Aslida bunday bo'lgani yo'q. Haqiqatdan ham davlat ishida juda katta mas'uliyat bilan ishladim. Shu sabab chindan ham bu ishdan ortib xizmatlarga chiqishga vaqtim bo'lmadi. Menga ishonib topshirilgan vazifalarning mas'uliyatini bo'ynimga olgan edim. U yerda sizning to'yingiz yoki boshqa shaxsiy manfaatingiz bilan hech kimning ishi yo'q. Menga berilgan ushbu vazifani 2 yil munosib yuritdim va rahbarlarning oldida ham Xudoga shukr yuzim yorug' bo'ldi. Bir kuni rahbarimga menda xuddi baliqni suvdan tashqariga chiqarib qo'ygandek holat bo'lyapti. Iltimos, menga suv kerak. Pul uchun bunday demayapman. O'zimga yarasha tijoratim bor. Ijodga qaytmoqchiman dedim. Chindan ham hech qachon pul uchun san'atga, to'yga, sahnaga yoki filmga bormayman. Haqiqiy san'atkorni san'atning xumori tutaveradi. Anvar Sobirov inson qancha to'plamasin, boylikni faqat Alloh barakasini bergan qismigina yonda qolishini ta'kidladi. San'atdagi 28 yillik tajribadan kelib chiqib o'ylab ko'rdim. Bir safar 5000, boshqa safar 3000 dollar evaziga to'ylarga borib ko'rdim. Bularni eshitsangiz, qani u pullar deysiz. Alloh barakasini berganigina yonimda qolibdi. Qolganlari qayerga ketganligini o'zim ham bilmayman, deydi xonanda. Bir qo'ling berganini boshqa qo'ling bilmasin. Bir qo'ling berganini boshqa qo'ling bilmasin degan naqlga rioya qilaman. Chiqib, unga yordam beryapman, bunga yordam qildim deya aytish shart emas. Aytib ko'rganimda ham bilganlar, berganingni maqtab nima qilasan deyishdi. Shu gaplardan keyin qilingan ehsonni Alloh bilsa bo'ldi degan xulosaga keldim. Bir xil insonlar aksincha, bu haqda ayting, qolgan san'atkorlarga tarbiya bo'ladi deydi. Yo'q, Alloh ko'ngliga solsagina odam ehson qiladi. Banda bandaga bu tarzda uqtira olmaydi. Xonandaning o'zi ko'nglingizga soladi. Ehson qilinishi kerak bo'lgan insonni sizga ro'baro qiladi. Ana shundagina siz unga berasiz, deydi aktyor. 1997-yilda uylanganman. U paytlarda hali sobiq SSSRning hidi kelib turadigan, ketib ulgurmagan edi. Ko'pchilik farzandlarini rus maktabiga berardi. Shaxsan ayolim ham rus maktabida o'qigan.
Kelin bo'lib tushganida o'zbek tilini aksent bilan gapirardi. Diniy tomonlama ham bilimlari u qadar emasdi. Lekin men o'sha paytlarda ham ibodatli edim. To'ylarda, xizmatlarda borardim. Asta-sekin rashk sabab oilamiz tinchi buzila boshladi. Shunda bir ustozim, qachon ayolingni iymonini butun qilib, Allohni tanitsang, o'shanda oilang tinchiydi. U sovet tuzumi ta'sirida katta bo'lgan. Shuning uchun undan xafa bo'lma dedi. Shundan so'ng asta-sekin dinimizda ayolning va erkakning o'rni qanday bo'lishi kerakligini tushuntirib, o'rgatib bordim. Oradan 10 yil o'tib, u o'z samarasini bera boshladi. Har bir muvaffaqiyatli erkakning ortida uning ayoli turadi. Bugun turmush o'rtog'imga rahmat deyman. Noto'g'ri tushunilmasin, u avval meni 5 marta narida o'tib ketgan raqqosadan rashk qilgan ayolim hozir hech bir og'rinishsiz rashk qilmay meni o'zi uylantirishga qodir darajada iymonli bo'ldi. O'g'il bola tarbiyasida Ronaldo qilmagan ishni qildim. Oilamni ham, farzandlarimni ham diyonatli qilib tarbiyalaganman. Allohga shukr, 3 qizim va 1 o'g'lim bor. Hammalari Allohni tanigan, uning kalomini tilovat qiladigan va menga qoriya bo'lishga va'da bergan farzandlar. Shuning uchun ko'chada bexavotir yuraman. Biroq farzand o'stirishda o'g'il bola tarbiyasi qiyin bo'lar ekan. Atrofidagi do'stlari nima qilasan ishlab, otangning topgani yetadi senga deb qandaydir maslahatlar berishadimi bilmayman. Biroz dangasaroq, tan olishim kerak yalqov. Yonimda bir shogirdim bor. O'g'lim ikkisi tengdosh. O'g'limga nimaga unday mehnat qilmaysan deyman. Unda o'zimning ham aybim bor, tan olaman. Bitta o'g'il deb erkalatib yubordim. Shuning uchun hali do'stlari erishmagan narsalarga o'g'lim 6-7 yil avval erishdi. Endi hozir shu qilaylik zonasidan chiqolmayapti. Ronaldodek milliarder inson o'g'liga bitta narsani shunchaki olib bermay, aksincha o'zi ishlab topishini aytganini bilganimda, o'g'limni bularga oson yetishtirganim uchun pushaymon bo'ldim. Mana shunda qayerda xato qilganligimni bildim hamda o'zimga o'zim, sen kimsanki hatto milliarder ham o'g'liga olib bermagan telefonni 10 yil avval farzandingga olib berding. Endi nima uchun o'zingdan emas, o'g'lingdan xafa bo'lasan dedim. Qizimni uzatganimdan ayolimdan ko'proq yig'ladim. Qizimni uzatayotganimizda ayolimdan ham ko'proq yig'ladim. Bekorga qiz farzandni jannatning guli deyishmas ekan. Hozir ham misol uchun o'g'lim 1 marta xabar olguncha, qizim 18 marta hol ahvol so'raydi. Yoshligida qizli bo'ldim deb xafa bo'lganlarga aytmoqchiman. Men birinchi marta qizli bo'lganimda juda xursand bo'lganman. Chunki o'sha paytlarda qanchadan qancha o'rtoqlarim befarzand edi. Berganiga shukr qildim. Shundan so'ng Alloh o'g'il farzandni ham, yana 2 qiz farzandni ham berdi. Qizlarimni ismi bilan emas, jannatlarim deb chaqiraman. Qizi bor otalar eng baxtli otalardir deydi Anvar Sobirov.